Hammalarga assalomu alaykum traderlar, yaxshimisizlar? Bugun biz sizlarga o'zimizni yangi chiqqan botimiz orqali qanday qilib ishlash kerakligini polni ko'rsatib tushuntirib beraman. Обязательно mana videoga like, komment, podpiska tashlab qo'ysanglar, xulosa sizlarga yana foydali video chiqarishni boshlaymiz. Xullas qaranglar, bizlarni botga kirganlardan keyin bizda meta start degan joy chiqadi. Biz asal start deganda bosamiz, bizda meta mana VIP Pro Signal degan joylari bor. Pocket Option OTS, MetaTrader 5, Forex, iScanner grafika, Coach Trade, meta har xil joylari bor. Endi qaranglar, misol uchun bizda VIP Pro Signal degan joyini men sizlarga oxirroqda ko'rsatib beraman. Bizda Pocket Option OTS degan joyi bor. Mana shuni bosamiz. Bosganimizda bot bu yerdan analiz qilishni boshlaydi, полностью chiroyli qilib. Sizlarga metan уже avtomatiskiy tarzda sizlarga signal berishni полностью boshlaydi. Ya'ni o'zi metan OTSdan bitta tovarni parallar topadi, istab-istabda qarab turib topadi. Topgandan keyin sizlarga o'zi avtomatik tarzda signal beradi. Ya'ni mana aka, misol uchun USDMR OTS, metan mana 3 minutdan понижение сразу degan signal keladi. Agar signal plusga kirgan bo'lsa, pobedani bosasizlar, agar proyishga kirgan bo'lsa, qizilda bosib qolasizlar. Endi qaranglar, bizda endi MetaTrader 5 ta ishlaydigan akalarimiz, opalarimiz uchun meta, ya'ni bizda shunaqa funksiyasi bor. Ya'ni bundan xuddi shunaqa mashina bossanglar, bu yerdan bot o'zi yana analiz qilib turib MetaTrader 5 ga yashillarga signal beradi. Ya'ni 3 ta take profit bilan bitta stop loss beradi. iScanner grafika deganimiz bor. Buni bosadigan bo'lsak, qaranglar, bu ham yaxshi ishlab beradi. Bu yerdan Pocket Option'ga ham bor, Forex bozoriga ham bor. Ya'ni Pocket Option'ni bosadigan bo'lsak, hozir bu yerdan biz bunday qilamiz. Ya'ni metamiz polni mana screen qilib olamiz, bunday qilib. Screen bo'lganimizdan keyin biz bu narsani botga tashlaymiz. Bot mana shu yerdan polni grafikimizni ko'radi, ko'rib turib sizlarga mana shu yerdan signal beradi. Bu narsani birinchi traderlardan birinchi bo'lib biz chiqarganmiz, ya'ni bizning komanda trader ekan komandasi chiqargan. Bu narsa buni chiqarganimizga o'ta ko'p odam уже yana chiqarishni boshlagan. Xullas qaranglar, bizda уже polni chiqdi, ya'ni trend nisxajashli deb o'zim tushuntirib beradi, ya'ni nimaga nisxajashligini, chunki bu yerdan indikatorlar orqali metan уверенность 92%. Вход с новой свечи, ya'ni 3 minutdan понижение metan ochib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni metan biz buni time frame o'zgartirib 3 minutga qo'yamiz. Mana shu yerdan biz сделкamizni na понижение ochib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni metan yangi svechadan kelgan. Forexda ishlaydigan akalarimiz uchun ham xuddi shunaqa, mana qaranglar. Hozir bunday qilib olamiz. Shotga kirib olamiz. Xullas qaranglar, bu qanday bo'ladi? Xavotirlanmang, bu demo realniy emas, bu demo shot bo'ladi. Qaranglar, qo'yganimizdan keyin endi главный menyu bitta bosamiz. Bosib turib, yana metdan iScannerni bosib turib, bu yerdan уже mana Forex bozorini tanlab olsak bo'ladi. Tanlab oldikmi, bu yerdan ham xuddi shunaqa bunday screen qilinadi. Farqi yo'q, qaysi anaqa time frame da qilyapsizlar yoki telefonda qilyapsizlar, bu notebookda qilyapsizlar, buni umuman farqi yo'q va keragi ham yo'q. Sizlarda qaysi qo'llarda qanaqangi gadjet bo'lsa, ana shunda sizlar ishlasanglar bo'ladi. Planshet bo'ladimi, telefon bo'ladimi, kompyutermi, notebookmi, farqi yo'q. Mana ko'rishinglar mumkin, bizga signal keldi. Ya'ni bu yerdan vxod 59:37 da deyapti. Ya'ni mana shu atrofga сделкаga biz kirib ketamiz. Bu yerdan sellga kirib ketamiz ekan, ya'ni. Bizda mana qaranglar, take profitni beryapti. Ya'ni bizga 3 ta take profit berilgan. Shunaqa qilib ishlab ketsak bo'lardi. Endi bizda yana boshqacha yana funksiyasi bor. Bu yerdan уже Coach Trade degan, ya'ni razbor deyapti. Mana shuni bosamiz. Endi bosganimizdan keyin bu yerda bizga nimani qilib beradi? Пришли скриншот любого графика, и я нарисую уровни сопротивления. Короче, sizlar bunday botga screen tashlasanglar, sizlarga полностью sell zona, buy zona, уровень сопротивления, ya'ni qayerda nimasi bo'lsa hammasini chizib beradi. Xullas qaylar bunday qilamiz, qaylar mana metdan time frame o'zgartirib olamiz, 15 minutlikka qilib olamiz. Endi qayerdan screen qilamiz. Tars etib. Endi qaranglar mana. Botga kiramiz, botga kirib tashlaymiz bu narsani. Ozgina kutamiz. Tak. Metan ko'rishinglar mumkin, bizga bu narsani chizib berdi. Metan polnoy buy zona, sell zona, короче, nima kerak bo'lsa hamma chizib bergan. Mana ko'ryapsizlarmi? Moyalar mana buy zonalar bo'ladi. Mana. Endi qilamiz. Meyalar sell zona, короче, уровень сопротивления, короче, nima kerak bo'lsa, siz buni chekaradan ko'rib olsanglar bo'ladi mana. Zona разворota deyapti. Ya'ni mana fioletoviy bo'lsa, mana bu zona разворот, mana shu yerdan svecha разворот olib ketib yuboradi degani. Mana qizil сопротивление ekan, zangori поддержка ekan, mana sariq korreksiya bo'lar ekan, ya'ni mana ko'k zona входа bo'lar ekan, ya'ni qayerdan siz сделкаңizga точка входа izlasangiz bo'laradi. Bo'ldi. Endi qaranglar, bizda o'ta zo'r yana funksiyamiz bor. Bu funksiyamiz bizda platniy bo'ladi. U qanday qaranglar?
VIP Pro Signal degan joyi. Bu yerga kirganimizda bizda juda ham ko'p narsalar chiqiladi bu yerda. Ya'ni sizlarda botda ikkita funksiyasi bor. Bu besplatniy funksiya, ammo ona bo'lsa bizda platniy funksiyamiz bo'ladi. Xullas qaranglar, bizda meta strategiya degan joy bor. Mana shuni bosadigan bo'lsak, meta kuniga yangi strategiyalar o'ta zo'r foydali narsalar chiqib turadi. Metadan ko'rasam 99% ishlab beradigan strategiyamiz ham bor. Ya'ni mana shuni bosadigan bo'lsak, bot bizga mana shu narsani bizga tashab beradi, mana shu strategiyamizni. Ishlar mana shu strategiyani ko'rib, o'rganib ketsanglar bo'laveradi. Meta yana har xil strategiyalarimiz bor. Bular ham yaqinda chiqadi xudo xolasa. Endi qay meta mana Web Signal Pocket Option deyapti. Bu ham ya'ni qanday desam bo'ladi sizlarga? Bu ham xuddi shunaqangi avto analiz bo'ladi, ya'ni avto signal bo'ladi. Sizlarga shunaqa qilib signalni beradi. Bu уже sizlarga yana ham точныйroq уверенность bo'yicha beriladi, tushundingizmi? Tushundinglarmi? Ya'ni bu oldingisi, ya'ni besplatniyda uncha emas bo'lsa, umuman platniyda juda zo'r kuchli signal beradi. Endi qarang, bunday qilib kiramiz. VIP Signal MetaTrader 5 и Gold Silver ekan. Ya'ni MetaTrader 5 imizda botimiz bizga qanday analiz qiladi? Mana qaranglar mana. HUSD zolota M15, H1 и H4 time frame'larda analiz qilibdi. Trendimiz aytyapti, что treнд nisxajashi bo'lib ketyapti. Ya'ni misol uchun bunday qilib qaraydigan bo'lsak, if pravda bizda trendimiz ko'rishingiz mumkin, nisxajashi trend bo'lib ketyapti. Endi qaranglar, bu yerdan indikatorlar bo'yicha tochka vходini qarang, misol uchun sell deyapti bu yerda. Mana zelkani sellga ochsak bo'laveradi. Mana qaranglar. Mana vход 4.90 и 50 deyapti, ko'rdinglarmi? Ya'ni siz bizni zelkamizga masha atroflarda, ya'ni masha tochkalarda bunday kirib ketishimiz kerak bo'ladi. Sellga bitta kiramiz. Bizda birinchi take profitimiz mashakka davr, ikkinchisi mana, uchinchisi mana, shunaqa bo'lib ketdi. Endi ya'ni VIP menyuga bitta o'tamiz. O'tganimizdan keyin biza уже bu yerdan top 3 signal прямо сейчас degani bor. Ya'ni bu juda kuchli, mощный bitta anaqa beriladi. Hozir kutinglar, bu VIP scalping deb bosib adashib, mana qaranglar. VIP scalping bu qanday bo'ladi? Bizga valyutniy para, ya'ni bizga pocket option uchun keladi bu narsa. USD MIR OTS dan keldi. И сразу bu yerdan 3 minut на понижение deyapti. И meta mana вход прямо сейчас с новой свечи M3 ta свечasidan сразу сделкамizga kirib ketamiz ekan. И mana qaranglar, быстрый анализ. Bizda qanaqa? Уверенность 92% ko'ryapsizlarmi? Narigi botimizda bizda уверенность 85% dan 89% gacha bo'lsa, bu yerda уже bizda уверенность yana ham 92% ga chiqib ketdi. Bu yana ham o'zgacha ko'tarilishlikka harakat qilamiz. Endi qaranglar, ya'ni menyuga o'tamiz, VIP menyumizga. Endi mana qaranglar, top 3 ta signal прямо сейчас bitta bossak, hozir bot juda kuchli analiz qilyapti. И bu yerdan bizda pocket optionga ham и ana narsaga ham, ya'ni MetaTrader 5 ga ham xudo signalni bermoqqa. HUSD ni berdi, signal sell deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Qaysini sanab ko'rmasak ham, ana shu narsani bizga sell deb ko'rsatib beryapti. Meta HUSD degan ya'ni signal berdi. Endi qaranglar, endi VIP pocket signalni bosadigan bo'lsak, bu yerdan bot bizga pocket option uchun bizga signal beradi. Bunday kutiladi, ya'ni bot bu yerdan pul analizini qilyapti. Mana bizga metadan keldi. Metadan biz misol uchun mana bosadigan bo'lsak, MetaTrader 5 da. Bizga MetaTrader 5 dan signal kelgan bo'ladi. Endi qaranglar, bizda yana qanaqangi joy bor? Ya'ni bizda рыночный брифинг degan joy bor. U narsani bosasizlar, bosganlardan keyin sizlarda qaranglar. Bu yerda tekushaya sessiya, ya'ni sizlarga bozorga данный moment bozorda nimalar bo'lyapti, nimalar qanday bo'ladi, qaysi sessiyalar ochiladi degan narsani ko'rsatib beradi. Mana qaranglar, eng zo'r vremyalar, ya'ni targovlik qilish uchun soat 1 dan 4 ga davr ekan. Ya'ni shu paytda targovlik qilib bo'laveradi. Meta sizlarga ular ko'p narsani anaqa qilib ko'rsatib beradi. Qaranglar, meta mana главный menyuga bitta o'tamiz. Главный menyuga o'tib, ya'ni mana bosib qolamiz. Bizda meta VIP AI scanner grafika deganimiz bor. Bu bizda yana ham kuchli ishlab beradigan AI scannerimiz bo'ladi. Ko'rasizmi? Pocket option bilan MetaTrader ga. Pocket optionni bosdik. Bosganimizdan keyin biz nima qilamiz? Meta pocket optionga bitta o'tib olamiz. Ko'rlarni meta bizda signalni sellga kelgan edi, bizda 3 minut sellga. Meta mana 3 minut sellga ketgan. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bu yerdan bizda juda kuchli ishlab beradi. Yana bunday qilamiz. Bu yerdan bunday qilib screen qilib turib botga kiramiz. Mana shu narsani biz botga qilib tashab qo'yamiz. Endi bot buni ham полный analiz qiladi. Eng asosiysi, eng yaxshisi yana ham точный analiz bo'lishligi uchun, yana ham mana botda uves ko'p bo'lishligi uchun sizlar indikator qo'shsanglar bo'lardi. Ya'ni mana shu grafikalarga indikatorlar qo'shib targovlik qilsanglar, xudo xolasa, sizlarda analiz yana ham kuchliroq bo'lishni boshlaydi. Tak, metamizga sellga degan signal keldi. Endi signal 3 minutdan понижение kirdik. Tak, bunday qilamiz. Ko'ramiz hozir meta bizda qanday bo'lgan ekan. Tak. Aha.
Vход с новой свечи, все bo'ldi. Yana kutamiz bu endi qanday отработка beradi, plyus bo'ladimi, minus bo'ladimi, endi buni bilmaymiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Endi qaranglar, men aytgan chiqdik. VIP Pro signal degani bitta bosdik. Emaildan yana mononga bosadigan bo'lsak, MetaTrader 5 ga kiramiz. MetaTrader 5 ga bunday qilib signal so'rashni boshlayveramiz, ya'ni bunday qilamiz. Polniy skrinda bo'ldik. Bu narsa sizlarda telefonda ham aytganidek hamma narsada ishlab beradi. Buni anaqasi yo'q, qiyin joyi yo'q. Telefonda ham bo'ladi. Notebookda ham xulosalarda qanaqa narsa bo'lsa, ayz narsada bo'ladi. Ko'ryapsizlar, baribir mana bizda сделкamizni selga osh deyapti. Что bu yerda bu продажа ketadi. 100% degan narsa bo'layapti bunday aytganda ham. Уверенность 81%. Avto signalda ham sell deb kelyapti, boshqa narsa sell deb kelyapti. Endi bozor ochilishi bilan biz metdan сделкamizni bunday turib, только bunday qilib sell boshqa tsak bo'ladi xudo xolasa. Shunaqa qilib mana ishlab ketaveramiz. Eng zo'r narsalar shu. Bu yerda yana ham skrytli funksiyalar bor. Bu skrytli funksiyalarda sizlar VIP mana do'st olganlardan keyin xudo xolasa sizlarga pol tushuntirib, aytib ko'rsatib beraman. Biz hozir xudo xolasa haylashyapmiz hammalar bilan. Hammalar Allohga omonatlar. Bizning Telegram kanalimiz xohlasanglar kommentariy kelsa ссылкасы ham bor. Bizda описание kelsa описание biz ссылкamizni qo'yib qo'yganmiz. Обязательно videoga like, komment, подписка bosib qo'yinglar. Eng zo'r komment kimda bo'lsa, o'sha odamga kartasiga biz xudo xolasa $50 tashlab beramiz. Hammalar Allohga omonatsizlar.